Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rib atqaninglar Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar sahifasi. Men Gulchehra. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida Uyg'urlarga doir radiomizda anlatilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'taman. Diqqat bergaysizlar. Uyghur elida davom qilayotgan mas'ul topshirish harakatida yerlik aholilar buningdan 10-15 yil avvalgi atalmış masalalarni topshirishga va bo'yniga elishga majburlanmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha 2013-yil yuz bergan Kunming poyezd stansiyasiga hujum qilish voqeasining bosh gumondori Iskandar Ahad Kuchaning Seg'iz So'gat kentidan bo'lib, uning dadasi bu qitimqi masala topshirishda atalmış xatoligini bo'yniga elishga zo'rlangan. Dünya Uyghur Qurultayı Dini İşler Komiteti mas'uli Turg'unjon Alavuddin bu vaqtda fikr bayon qilib, mas'ul topshirishga tegishli tarafning beguna fuqarolar emas, balki Xitoy doiralari ekanligini ilgari surdi. Yaqında Atush shaharlik doiralar jiddiy uqtirish chiqarib, Atush shahar tavasida to'rlashgan saqchi mulozimat to'rini qurmoqchi bo'lganligini bildirgan. Uqtirishda jamiyatdan 300 nafar chorlash va bexatarlikni saqlash xodimi qabul qilinganligi ilgari surilgan. Atushdagi bir qancha saqchixonalarning navbatchi xodimlari radiomiz ziyoratini qabul qilib, 300 nafar yordamchi saqchining qabul qilinib bo'lganligi va ularni navbatda jiddiy turda mashqlantirayotganligini oshkorladi. Atushdagi yerlik aholilarmi navbatda vaziyatning favqulodda jiddiylashib, taqib va tekshirishlarning kuchaytirilganligini ilgari surdi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Rabia Qadir Xanım 16 Mart günü Amerika Kengash Palatasının Washington, Kolumbiya alaydı rayon a'zosi Paul Strauss bilan suhbatda bo'ldi. Ma'lumki, Amerikaning yuqori darajali hukumat a'zolarining Uyg'ur tashkilotlari va rahbarlari bilan uchrashishi Uyg'ur davosining xalqaroga texmi yaxshi tonilish uchun yaxshi bir fursat bo'lib kelmoqda. Rabia Qadir Xanım bu qitimliq uchrashishning intayin yaxshi bir fursat bo'lganligi va Uyg'urlar vaziyatining tafsili tonishtirilganligini bildirdi. No'ruz kuni Xitoy taratqullari Gumunayisining Choda yezisida 4000 kishilik No'ruz o'tkazilganligini xabar qilgan edi. Radiomizning aniqlashicha, Piyolma yezisida uningdan katta No'ruz bazmisining tashkillanganligi ma'lum bo'ldi. Halbuki Piyolma yezisida shu kuni kechda aholilarning mas'ul topshirishga zo'rlanganligi ma'lum. Egallanishcha, mazkur yezda navbatda 150 necha kishi masalasini chala topshirganligi uchun qamoqda yotmoqda ekan. Piyolma yezdagi bir nafar kent sekretari aholilarning hatto buningdan 15 yil ilgirki tarixidan mas'ul topshirayotganligini oshkorladi. Xitoyning Germaniyada turishlik bosh elchixonasi 20 Mart kuni Berlinda murosim o'tkazib, Şinjanlik o'quvchilar uyushmasining qurilganligini e'lon qilgan. Egallanishcha, Xitoy elchixonasi bu murosimda Şinjanlik o'quvchilar o'qish mukofoti puli degan nomda o'z xarajati bilan Germaniyada o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga pul taqatgan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın baş katibi Dolqun Aysa bu vaqtda inkos qaytirib, Xitoyning navbatda chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlaridan jamoat talishayotganligini tanqid qildi. Bu yılning 5'ida Uyg'ur Abdunum rayonlik doiralar Xitoy o'lkalaridagi Şinjan to'liq o'ttir sinflariga qarata boshqurishni yanada kuchaytirganligini bildirgan. Yaqinda doiralarning yana 2020-yilgacha bo'lgan oraliqda ishkirdagi Şinjanlik osonlik millat ixtisosliklarini tarbiyalash planini tuzib chiqqanligi ma'lum. Doiralarning Xitoy o'lkalaridagi Şinjan sinflariga bo'lgan nazoratni yanada kuchaytirishi chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining diqqatini qo'zg'adi. Amerikadagi Uyg'ur ziyolilardan doktor Qahar Barat apandi Şinjan sinflarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarning amaliyotda go'riga tutilganlar ekanligini ilgari surdi. Muhtaram televizor ko'rgüchilar, yuqorida sizlar Amerika Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.